Hech qachon bir-birimizga sizni sevaman demaganmiz. Buni so'z bilan emas, amallarimiz bilan izhor qilganmiz. Qo'l ushlashib, quchoqlashib yurganmiz. Ammo sevdim degan so'zni bir-birimizga hech qachon aytmaganmiz. Voy tavba qildim, shunaqasi ham bo'ldi. Endi qolgan paytlaringiz bo'lgan. Ba'zi paytlarda shunaqa ham bo'lgan. Gap navbati alfavit asosida bo'lsa, g'irrom aralashmaydi. Kanmoyon avval keladi. Gapni kim boshlagan bo'lsa, o'sha aytadi. Yo'q, ayollar gapiradi. Yo'q, yoshiga qarab gaplash. Mendan kattasi. Nega endi izhor qilishga meni majburlayapsiz? O'zingiz aytishga qo'rqqaningiz uchunmi? Tushunmadim. Men sizni sevaman. Endi tushundim. Men ham sizni sevaman. Butun qalbim bilan, vujudim bilan sizga vafodor va sadoqatli bo'laman. Kelishdik. Va'dangiz qat'iy va samimiy. Shunday. Va'da. Eritamiz. Meni ham shunday eritgansiz.